bering. Umralarga olib boradigan yigit katta bo'lsin. Shuncha qiynalganingizga yarasha Allohim solih farzandlar bo'lsin. Oyoqchalarini qarang shuni. Mana bu yog'ingizni tepyapti-da bu. Shunchani ham sezmayapsiz. Yaxshi. Atak bizni sog'lommiz oyis endi qarang. Shamollagan bo'lsangiz ham suvingiz xiralashgan. Ozgina chut-chut unaqa antibiotikka muhtojlik darajasida emas. O'zingiz ko'rishingiz uchun ko'rsatyapman. Miyovga dispersiyada. Mana tagida ham cho'kma bo'lib turibdi. Bola harakat qilib tepganida tepaga uchadi. Katta lotga bo'lib tushsa bu sal xavfliroq. Xiralashish deymiz-da. Bu unday xavfli emas. Faqat sizni shamollashingiz hisobiga qoningiz sovuqlashgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga ozgina sal zernistlik bo'lib turibdi. Atak bu xavfli emas. Tuzalib ketsangiz, xudo xolasa platsentangiz kuchi yetadi, buni bemalol o'zi tozalab oladi. Hozir qizimni ham aytgandingiz. Suv xiralashdi, suv ichimda davolan deganda siz kelib ketgandingiz. Erto'qlar qizingiz. Xavotirli hech narsa. Suvi toza chiqdimi qizingizniki?